Voy. Hoppa. Voy. Sizni ko'chada ko'rib qolaman deb o'ylamagandim. Xonim, bu yerlarda nima qilib yuribsiz? Ha, dugonalarim bilan restoranda ko'rishmoqchi edik. Mendan so'ramaysizmi jonim? Nimaga sizdan so'rarkanman? Xotiningizmidim, sizdan so'rayman. Siz borib anu beso'noqay xunukgina xotiningizga buyruq bering. Yana boshlandi. Menga xotiningizdan qutulmagunizcha buyruq bera olmaysiz. Ha? Ana o'zlari. Eshakni gapirsang qulog'i ko'rinadi deyshadi. Ha, oling. Ola qoling. Olmagunizcha qayta telefon qilaveradi buningiz. Ana, buningizni telefonlari tugamaydi. Hey, haqqa. Ey. Ha, aytgancha, boyloqli bobo ovga yaramaydi deyshadi. Eshitgandirsiz? Hey, shoshma. Yo'q. Hey! Bopladimmi? Ajab bo'lsin. Mana endi harakatini qiladi. Oilasi bilan ajrashtirib yormasammi? O'sha beso'noqay xotinidan tezroq qutula qolmadi. Hadeb telefon qilaveradi. O'sha xonadonga o'zim kelin bo'lib boraman. Butun mol-mulkini o'zim nomimga qildirib olaman. Qancha mol-mulklari bor? Dala hovli, ofislar, uchastkalar, mashinalar. Boyvachcha ayol bo'laman. Ozgina qoldi. Chida, Kamila, chida.